Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntiraman. Endi nimalar taqiqlanadi? Qaysi holatda pensiya to'xtatilishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin? Kim xavotir olishi kerak va kim bemalol bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlariga, qarindoshlariga, vasiylariga va pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri ariza, bitta yashirilgan ma'lumot yoki bitta kechiktirilgan xabar keyinchalik katta qarzdorlikka olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bugun oddiy tilda hayotiy misollar bilan eng muhim jihatlarni tushuntirib beraman. Avval ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin hammasi avtomatik davom etadi deb o'ylardi. Ya'ni bir marta hujjat topshirildi, pensiya chiqdi. Keyin har oy karta yoki pochta orqali pul kelaveradi. Lekin amalda pensiya tizimida bir nechta majburiyatlar bor. Pensioner yoki uning nomidan ish yuritayotgan odam ma'lum holatlarni davlat organlariga vaqtida bildirishi kerak. Masalan, ishga kirgan bo'lsa, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, chet elga uzoq muddatga ketgan bo'lsa, nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik muddati kelgan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish. Oila tarkibi yoki daromad bilan bog'liq o'zgarish bo'lsa, bularning hammasi ahamiyatli. Endi o'zgarayotgan eng muhim yondashuv shuki, pensiya faqat huquq sifatida emas, mas'uliyat bilan bog'liq to'lov sifatida qaralmoqda. Davlat pensiyani to'laydi, lekin pensioner ham o'z holatidagi muhim o'zgarishlarni yashirmasligi kerak. Agar odam pensiyaga ta'sir qiladigan ma'lumotni ataylab bermasa, noto'g'ri hujjat topshirsa yoki boshqa birovning pensiyasini noqonuniy olsa, bu endi oddiy xato sifatida ko'rilmasligi mumkin. Natijada ortiqcha olingan pul qaytariladi. Ayrim holatlarda ma'muriy yoki boshqa javobgarlik ham kelib chiqadi. Men bu yerda odamlarni qo'rqitish uchun gapirmayapman. Aksincha, har bir pensioner o'z huquqini bilsin, keraksiz muammoga tushib qolmasin degan maqsadda tushuntiryapman. Chunki ko'p oilalarda pensiya kartasi farzandlarda turadi. Ba'zan keksa odamning o'zi bankka bora olmaydi. Ba'zan hujjatni kelin o'g'il yoki nabira rasmiylashtiradi. Shunday vaziyatlarda qonuniy tartibni bilmaslik oilaga zarar keltirishi mumkin. Birinchi navbatda shuni aytaman. Pensionerga pensiya olishning o'zi taqiqlanmaydi, lekin pensiyani noqonuniy olish, boshqa birov nomidan asossiz pul yechish, davlat organlariga ta'sir qiladigan ma'lumotni yashirish taqiqlanadi. Bu farqni yaxshi tushunish kerak. Oddiy odam uchun taqiq deganda hamma narsani man qilishdek eshitiladi. Aslida gap pensiya tizimida adolat va to'g'ri hisob-kitobni ta'minlash haqida ketmoqda. Masalan, birinchi holat, pensioner vafot etgan, lekin uning kartasi yaqin qarindoshida qolgan. Oila a'zolari bu pul baribir bobomizniki edi deb keyingi oylar kelgan pensiyani yechib ishlatishda davom etadi. Mana shu eng xavfli holatlardan biri. Pensioner vafot etgandan keyin pensiya to'lovining davom etishi avtomatik tizimdagi kechikish. Ma'lumot almashinuvidagi uzilish yoki bank kartasida qolgan pul bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin vafotdan keyin kelgan to'lovni o'zlashtirish qonuniy emas. Agar masalan 6 oy davomida har oy 20 million 200 ming so'mdan pensiya tushgan bo'lsa, jami 7 million 200 ming so'm ortiqcha to'langan bo'ladi. Keyin bu pulni qaytarish talab qilinadi. Oila bilmagan edik desa ham. Bunday tushuntirish har doim muammoni hal qilib bermaydi. Ikkinchi holat, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchi shaxsning qayta tibbiy ko'rik muddati bor. Ayrim fuqarolar avvalgi hujjat bor-ku deb ko'rkka bormaydi. Lekin nogironlik guruhi muddatli belgilangan bo'lsa, vaqtida qayta ko'rikdan o'tish juda muhim. Agar muddat tugasa, to'lov to'xtatilishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Masalan, fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsa, har yili yoki belgilangan muddatda ko'rikdan o'tish kerak bo'lishi mumkin. Agar u 3 oy kechiksa, keyin menga pul nega tushmadi deb hayron bo'ladi. Bu yerda tizim shunchaki hujjat asosida ishlaydi. Hujjat muddati tugagan bo'lsa, to'lovni davom ettirishga asos bo'lmay qoladi. Uchinchi holat, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu turdagi to'lovda oila tarkibi, farzandlarning yoshi, o'qish holati juda muhim. Masalan, 12 yoshdan oshgan farzand kunduzgi ta'limda o'qisa, ayrim hollarda pensiya olish huquqi davom etishi mumkin. Lekin u o'qishni tashlasa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki ishlashga kirsa, bu pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Endi shunday tasavvur qiling. Talaba sentabrda universitetdan chetlashtirildi, lekin oila buni bildirmadi. Pensiya esa yana
8 oy tushib turdi. Har oy 900 ming so'mdan bo'lsa, 7 million 200 ming so'm ortiqcha to'lov chiqadi. Keyin bu qarz sifatida qaytarilishi kerak bo'ladi. Shuning uchun o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida har bir o'qish hujjati, ma'lumotnoma va status o'z vaqtida yangilanishi shart. 4-holat pensioner ishga kirgan bo'lsa, bu yerda odamlar orasida eng ko'p noto'g'ri tushuncha bor. Hamma ishlayotgan pensionerning pensiyasi to'liq bekor qilinadi degan fikr to'g'ri emas. Ko'p holatda yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin. Lekin ayrim pensiya turlari, ustamalar, kompensatsiyalar, ijtimoiy to'lovlar yoki alohida imtiyozlar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner yoshga doir pensiya oladi va qo'shimcha ravishda ma'lum ijtimoiy yordam ham oladi. Agar rasmiy ishga kirsa, oila daromadi o'zgaradi. Bu ijtimoiy yordamga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ishladim. Hech kimga aytmayman degan yondashuv xavfli. 5-holat yashash joyini o'zgartirish. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga, bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chsa, pensiya ishi ham tegishli tartibda ko'chirilishi kerak bo'ladi. Bugun ko'p jarayonlar elektronlashgan bo'lsa ham, amalda manzil, bank, pochta, mahalla va pensiya bo'limi ma'lumotlari mos bo'lishi kerak. Pensioner Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin Toshkentda yashaydi. Pensiya pochtadan olinadi. Pochtachi esa uni topolmaydi. Keyin to'lov qaytadi. Pensiya vaqtincha ushlanadi. Pensioner o'zi esa pulimni bermayapti deb yuradi. Muammo ko'pincha manzil yangilanmagani sababli chiqadi. 6-holat chet elga ketish. Ko'pchilik pensionerlar farzandlari yoniga Rossiya, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatga ketadi. Qisqa muddatli safar alohida masala. Lekin uzoq muddat yashash, doimiy yashashga chiqish yoki boshqa davlatdan pensiya olish bilan bog'liq holatlar pensiya tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Agar pensioner O'zbekistonda pensiya olayotgan bo'lsa, lekin yashash statusi, bank kartasi, ishonchnoma, shaxsni tasdiqlash va tiriklikni tasdiqlash kabi masalani e'tiborsiz qoldirsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Chet eldagi pensionerlar uchun eng muhim narsa hujjatlarni oldindan tartibga solish. Ishonchnomani qonuniy rasmiylashtirish va pensiya organi bilan aloqa yo'lini aniq bilish. Birinchi toifa pensiya kartasi o'zida bo'lmagan pensionerlar. Agar karta farzanda, kelinda, nabirada yoki boshqa qarindoshda bo'lsa, pensionerning o'zi pul qayerga sarflanayotganini bilishi kerak. Qarindosh yordam berishi mumkin. Bu tabiiy. Lekin karta egasining roziligi, qonuniy ishonchnoma va real nazorat bo'lishi zarur. Aks holda keyin pensionerning nomidan kredit olinishi, pul yechilishi yoki SMS xabarnomalar yashirilishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Ular tibbiy ko'rik muddati, guruh muddati, hujjatning amal qilish sanasini doim tekshirish kerak. Ko'p muammo aynan sanani o'tkazib yubordim degan oddiy sababdan chiqadi. Uchinchi toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu oilalarda farzandning yoshi, o'qishi, oilaviy holati, ishga kirishi kabi faktlar muhim. Har o'quv yilida ma'lumotnomani yangilash, o'qish shaklini aniqlash. Chetlashtirilgan yoki akademik ta'tildagi bo'lgan holatlarni yashirmaslik kerak. 4-toifa chet elda uzoq yashayotgan yoki tez-tez chiqib ketadigan pensionerlar. Ular bank kartasi muddati tugamasligiga, ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilganiga, pensiya organi talab qiladigan tasdiqlar borligiga e'tibor berish kerak. Endi men muvozanat uchun shuni ham aytaman. Hamma pensionerlar vahimaga tushishi shart emas. Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy tayinlatgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash joyingiz, karta ma'lumotlaringiz, shaxsiy holatingiz aniq bo'lsa, pensiyangizni odatdagidek olaverasiz. Ishlayotgan bo'lsangiz ham bu avtomatik ravishda pensiyadan mahrum bo'lasiz degan emas. Muhimi, siz olayotgan to'lov turi aynan qaysi shartlarga bog'liqligini bilish. Masalan, 65 yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi va xususiy firmada qorovul bo'lib ishlaydi. Agar uning pensiyasi yoshga doir umumiy pensiya bo'lsa va qonun bo'yicha ishlash taqiqlanmagan bo'lsa, u faqat ishlagani uchun pensiyasidan mahrum bo'lmaydi. Lekin u qo'shimcha ijtimoiy yordam, kommunal kompensatsiya yoki ehtiyojmandlik asosida beriladigan boshqa to'lov olayotgan bo'lsa, ish haqi bu to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Demak, savol ishlash mumkinmi emas. Savol men olayotgan pul qaysi shartga bog'liq degan joyda yana bir misol. 7 yoshli ayol pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Lekin sog'ligi sababli pulni o'g'li yechib beradi. Agar ona tirik, rozi,
o'g'li pulni onaning ehtiyoji uchun ishlatyapti va zarur hollarda qonuniy ishonchnoma bor bo'lsa, bu albatta jinoyat degani emas. Muammo qachon boshlanadi? Ona bilmaydi, pul boshqa maqsadga sarflanadi. Karta egasining roziligi yo'q yoki pensioner vafotidan keyin ham pul yechiladi. Ana shu farqni aniq ko'rish kerak. Birinchi nozik jihat. Ortiqcha to'lov har doim pensionerning aybi bilan bo'lmasligi mumkin. Ba'zan tizimda kechikish bo'ladi. Ma'lumot bir idoradan boshqasiga vaqtda o'tmaydi. Bank yoki pochta jarayonida xatolik chiqadi. Lekin baribir ortiqcha to'langan pul aniqlansa, uni qaytarish masalasi ko'tariladi. Shuning uchun pensioner men so'ramaganman, o'zi tushgan deb beparvo bo'lmasligi kerak. Agar hisobingizga odatdagidan ko'proq pul tushsa, darhol sababini aniqlang. Masalan, har oy 20 million 500 ming so'm olayotgan odamga birdan 4 million so'm tushsa, bu qayta hisob kitob ham bo'lishi mumkin, xato ham bo'lishi mumkin. Buni tekshirmasdan sarflab yuborish keyin muammo bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat ishonchnoma. Ko'pchilik ishonchnomani oddiy qog'ozga yozilgan ruxsat deb o'ylaydi. Aslida pensiya, bank operatsiyasi, karta olish, hujjat topshirish kabi ishlarda notarial yoki belgilangan tartibdagi ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Agar pensioner yura olmasa, kasalxonada bo'lsa, chet elda bo'lsa, oldindan ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtirish kerak. Otam aytdi, men oldim degan gap bank yoki pensiya organi uchun har doim yetarli bo'lmaydi. Uchinchi nozik jihat pensionerning nomidan ariza berish. Ayrim qarindoshlar pensioner nomidan ariza yozadi. Telefon raqamini o'ziga ulaydi. Bank kartasini o'zida saqlaydi. Agar bularning hammasi pensioner roziligi bilan va qonuniy tartibda bo'lsa, masala boshqa. Lekin pensioner o'zi nimaga imzo qo'yganini bilmasa, keyin nizolar boshlanadi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'raman. Keksa odam plastik karta ochilganini bilmaydi. SMS boshqa telefonga boradi, pul yechiladi. Keyin esa pensiyam tushmayapti deb murojaat qiladi. Aslida pensiya tushgan, faqat pensioner undan xabarsiz qolgan. 4-chi nozik jihat. Oila ichidagi kelishuv qonundan yuqori emas. Masalan, farzandlar onamizning pensiyasini uy ta'miriga ishlatamiz deb kelishadi. Agar ona bunga rozi bo'lsa ham, bu pul birinchi navbatda pensionerning shaxsiy ehtiyojlari, davolanishi, oziq-ovqati, kiyimi, kommunal to'lovlari uchun ishlatilishi kerak. Agar pensioner keyin e'tiroz bildirsa, oila kelishganda degan dalil har doim ham yetarli bo'lmaydi. 5-chi nozik jihat eski hujjatdagi xatolar. Pensiya tayinlashda mehnat daftarchasi, ish staji, ish haqi ma'lumotnomasi, tug'ilganlik yoki nikoh hujjatlari, familiya o'zgarishi kabi ma'lumotlar tekshiriladi. Agar hujjatda xato bo'lsa, masalan ism bitta harf bilan farq qilsa, ish joyi arxivda topilmasa, staj noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Ba'zi odamlar 20 yil oldin shunday yozilgan, endi hech kim tekshirmaydi deb o'ylaydi. Lekin elektron bazalar kengaygani sari eski ma'lumotlar ham solishtiriladi. Shuning uchun hujjatlar to'g'ri bo'lishi kerak. 6-chi nozik jihat pensiya miqdorini oshirish uchun soxta staj yoki soxta ma'lumot kiritish. Bu eng xavfli yo'l. Masalan, odam aslida 22 yil ishlagan, lekin kimdir yana 5 yil qo'shib beramiz deb yolg'on ma'lumotnoma tayyorlaydi. Dastlab pensiya ko'proq chiqishi mumkin. Lekin keyin tekshiruvda bu aniqlansa, nafaqat ortiqcha olingan summa qaytariladi, balki hujjat soxtalashtirish masalasi ham ko'tariladi. Men pensionerlarga doim shuni aytaman. 1000 so'm ko'proq pensiya olish uchun soxta yo'lga kirish keyin millionlab so'mlik muammo va sud ishiga aylanishi mumkin. 7-chi nozik jihat pensiya va boshqa to'lovlarni aralashtirib yuborish. Pensiya, nafaqa, moddiy yordam, kompensatsiya, ijtimoiy yordam, parvarish puli, boquvchini yo'qotganlik to'lovi bularning har biri alohida shartlarga ega bo'lishi mumkin. Odamlar esa hammasini pensiya deb ataydi. Masalan, keksalik pensiyasi olayotgan odamning pensiyasi barqaror davom etadi. Lekin ehtiyojmandlik asosidagi yordam daromad oshgani uchun to'xtashi mumkin. Shunda odam pensiyamni kesibdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya emas, boshqa turdagi yordam o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun to'lov turini aniq bilish juda muhim. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami yoki boshqa yordammi? Buni bilmasdan turib, qaysi qo'yda sizga tegishli ekanini aniqlab bo'lmaydi. Pensiya bo'limiga borganingizda mening to'lovimning turi va asosini yozma yoki elektron ko'rinishda tushuntirib bering deb so'rashingiz mumkin.
Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni bitta joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxalari, stajni tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlik hujjatlari, o'qish ma'lumotnomalari bitta papkada tursin. Keksa odamning farzandlari ham bu papka qayerda ekanini bilsin. Lekin hujjatlardan noqonuniy foydalanmasin. 3-qadam, muhim o'zgarish bo'lsa, vaqtida xabar bering. Ishga kirish, ishdan chiqish, o'qishni tugatish yoki tashlash, nogironlik guruhi muddati tugashi, boshqa manzilga ko'chish. Chet elga uzoq muddat ketish, pensionerning vafoti kabi holatlar kechiktirilmasligi kerak. Xabar berishda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, raqam yoki elektron iz qoldiring. Keyin men aytgandim deyishdan ko'ra, qo'lingizda tasdiq bo'lgani yaxshi. 4-qadam, bank kartasini nazorat qiling. SMS xabarnoma pensionerning o'z telefoniga yoki uning roziligi bilan ishonchli odam telefoniga ulangan bo'lsin. Karta muddati qachon tugashini tekshiring. PIN kodni hammaga bermang. Agar karta yo'q olsa, darhol bankka murojaat qiling va bloklating. Agar pensioner pulni o'zi yecha olmasa, qonuniy ishonchnoma masalasini hal qiling. 5-qadam, pensiya miqdorida o'zgarish bo'lsa, sababini so'rang. Pul kamaygan bo'lsa ham, ko'paygan bo'lsa ham sababini bilish kerak. Qayta hisob kitob bo'lganmi? Qarzdorlik ushlab qolinyaptimi? Hujjat muddati tugaganmi? To'lov turi o'zgarganmi? Bularni aniqlash uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli elektron xizmatlarga murojaat qilish mumkin. Arizada aniq yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori nima sababdan o'zgarganini tushuntirib berishingizni so'rayman. 6-qadam. Agar ortiqcha to'lov haqida talabnoma kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zi odamlar xatni olib qo'yadi, lekin javob bermaydi. Bu xato. Avval talabnoma asosini o'rganing. Qaysi davr uchun qancha summa? Nima sababdan ortiqcha to'lov deyilyapti? Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. Hujjatlaringizni ilova qiling. Masalan, siz o'qish ma'lumotnomasini vaqtida topshirgan bo'lsangiz, uning nusxasini ko'rsating. Agar haqiqatan ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, uni bo'lib qaytarish tartibini so'rash mumkin. 7-qadam. Qarindoshlar o'rtasida mas'uliyatni aniq belgilang. Agar pensionerning ishlarini farzandi yuritsa, hamma narsa shaffof bo'lsin. Har oy qancha pensiya tushdi, qancha dori-darmonga ketdi, qancha kommunal to'lovga ketdi, qancha naqd pul pensionerga berildi. Bularni oddiy daftar yoki telefon yozuvida qayd qilish ham foydali. Bu oiladagi ishonchni saqlaydi va keyin nizolar chiqishining oldini oladi. 8-qadam. Soxta hujjat taklif qilgan odamdan uzoq turing. Staj qo'shib beraman, pensiyani oshirib beraman, nogironlik chiqarib beraman. Tanishim bor degan gaplar ko'pincha katta muammoga olib keladi. Qonuniy asos bo'lmasa, hech qanday hujjatga imzo qo'ymang, pul bermang, pasportingiz nusxasini har kimga topshirmang. Pensiya masalasida faqat rasmiy idoralar, davlat xizmatlari markazi, bank va qonuniy vakillar orqali ish qiling. 9-qadam. Pensioner vafot etgan taqdirda tartibni biling. Bu og'ir mavzu, lekin zarur. Vafot holati rasmiy qayd etilgach, pensiya to'lovi bo'yicha masalani aniqlash kerak. Kartada qolgan pul, dafn puli, meros, oxirgi oy to'lovi kabi masalalar tartib bilan hal qilinadi. Eng muhimi, vafotdan keyin kelgan pensiyani yashirincha yechib ishlatmang. Bu oilaga keyin ortiqcha qarz va huquqiy muammo olib kelishi mumkin. 10-qadam. Shubhangiz bo'lsa, yozma javob oling. Og'zaki maslahat yaxshi, lekin huquqiy masalada yozma javob kuchliroq. Pensiya bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki elektron murojaat orqali savol yuboring. Arizada qisqa va aniq yozing. Men falon turdagi pensiya olaman. Falon holat yuz berdi. Bu mening pensiyamga ta'sir qiladimi? Qanday hujjat topshirishim kerak? Shunda keyin qo'lingizda rasmiy javob bo'ladi. Birinchi misol, Mahmud aka Oltintayki yoshga doir pensiya oladi. U yarim stavkada qorovul bo'lib ishga kirdi. U darhol pensiya bo'limidan so'radi. Ishga kirganim pensiyamga ta'sir qiladimi? Unga uning pensiya turi bo'yicha to'lov davom etishi, lekin ayrim qo'shimcha imtiyozlar daromadga bog'liq bo'lishi mumkinligi tushuntirildi. Mahmud aka rasmiy ishladi, soliqlari to'landi. Pensiyasi ham davom etdi. Bu to'g'ri yo'l. Ikkinchi misol, Zaynab opa nogironlik bo'yicha to'lov olardi. Uning qayta ko'rik muddati may oyida tugashi kerak edi, lekin u avgustgacha bormadi.
Natijada to'lov to'xtadi. Keyin qayta hujjat topshirishga to'g'ri keldi. Agar u muddatni oldindan tekshirganda uzilish bo'lmasdi. Bu yerda hech kim uni jazolash uchun to'xtatgani yo'q, shunchaki hujjat muddati tugagan. 3-misol. Bir talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan edi. U kunduzgi ta'limdan sirtqi ta'limga o'tdi, lekin oilasi buni bildirmadi. 1 yil o'tgach, tekshiruvda bu aniqlanib, ortiqcha to'lov hisoblandi. Oila pulni allaqachon ishlatib yuborgan edi. Agar ular o'z vaqtida xabar berganida qarzdorlik yig'ilib qolmasdi. 4-misol, pensioner vafot etdi, lekin farzandi kartadan yana ko'p oy pul yechdi. Har oy 1.300.000 so'mdan jami 5.200.000 so'm chiqdi. Keyin bu summa qaytarilishi talab qilindi. Farzand dafn marosimiga ishlatdik dedi. Lekin dafn marosimi uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Vafotdan keyingi pensiyani o'zboshimchalik bilan yechish boshqa masala. Mana shuni odamlar oldindan bilishi kerak. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensionerlarga pensiya olish taqiqlanayotgani yo'q. Taqiqlanayotgan narsa noqonuniy olish, ma'lumot yashirish, soxta hujjat ishlatish, boshqa birovning pensiyasini asossiz yechish va muhim o'zgarishlarni vaqtida bildirmaslikdir. Kimning hujjati to'g'ri, holati ochiq, to'lovi qonuniy bo'lsa, u vahimaga tushmasin. Lekin kim karta, ishonchnoma, nogironlik muddati, o'qish ma'lumotnomasi, chet elga ketish yoki vafotdan keyingi to'lov kabi masalalarda beparvo bo'lsa, albatta tartibga keltirsin. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Kartangiz kimda ekanini aniqlang. Qanday to'lov olayotganingizni bilib oling. Muhim o'zgarish bo'lsa yozma murojaat qiling. Shunda pensiyangiz ham, oilangiz ham keraksiz muammolardan himoyalangan bo'ladi. Sizningcha pensionerlar uchun eng ko'p muammo qaysi joyda chiqyapti? Karta masalasidami, hujjatlarda xatolikdami? Nogironlik ko'rigidami? Yoki qarindoshlar tomonidan pul yechilishidami? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onasi bor yaqinlaringizga ham yuboring.